Assalomu alaykum. Divanuz kanalining ishqibozlari. Spani bo'ladigan divanlarimizni mana bu rangida tayyor bo'ldi. Qanday ishlashlari, nimalar ishlatganlarimiz bilan tanishtirib qo'ymoqchiman. Xudo xolasa, razmerlarini sizlarga tanishtirib o'taman inshaalloh. Spani bo'ladigan divanimiz mana bez mexanizm. Oddiy ishlayveradi. Ishlashlarini mana ko'ryapsizlar. Xudo xolasa divanlarimiz razmerlari standart razmerimiz. Ichi 1.40 bo'ladi, eni uzunasiga 2 metr bo'ladi. Tashidan tashigacha 1.75 bo'ladi. Xo'p, yana bitta bu menga kichikroq, kattarog'idan kerak deganlarga 1.60 ga uzuni 2 metr o'zgarmaydi, tashidan tashigacha 1.95 razmerda bo'ladi. Xo'p, buni sondig'i bormi deganlarga sondiqlari bor mana. Sondalarni mana ko'rib qo'yasizlar. Sondalarga o'zini chexoli, adyollari, plastinalari kirib ketaveradi. Ishlashlarini ko'ryapsizlar, hamma yo'g'i oddiy bez mexanizm. Mana ishlashlarini ko'rib qo'yinglar. Xudo xolasa bu ishimiz ham zakazga tayyor bo'lgan. Mana yarim spani holati. Mana yonboshlaridan ham olib ko'rsatib qo'ying. Shu holatda yarim spani televizor ko'rib, telefon o'ynab yotgani, misol qulayliklari bor. Har xil qulayliklarga ega. Xudo xolasa mana asosiysi ishlatadigan materiallarimiz yog'och sasnadan bo'ladi. Yog'och sasnadan bo'ladi. 100% sasna qilaman. Yonlari dispida MDFda yig'iladi. Ishimizni baquvvatligiga, ishlashlariga mexanizm misol yo'qda bunda mexanizm ishlashlariga garantiya beraveraman. Xudo xolasa. Buni keyin O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda har bir viloyatga jo'natib beraveramiz inshaalloh. Ishlashlari o'ta yengil, o'ta komfort ishlangan. Shu ishlarimiz mana o'zimiz seximda ish bitdi. Video obzor qilib chiqaryapman. Ikkovi ham zakazga. Kimga shu divanlardan kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilasizlar. Rangini xohlagan ranglardan aytsanglar, men tayyorlab turib, xudo xolasa upakovka qilib, chiroyli qilib yetkazib beraman. Xo'p, puliga keladigan bo'lsak, 1.40 ligimizni 2.400.000 so'm beryapman. Xudo xolasa bitta ish qilamiz. Divanuz kanalidan ko'rib turib telefon qilyapman deganlarga aksiya qilaman, 10 ta aksiya qilib beraman, 2.200.000 so'mdan beraman. Divanuz kanalidan ko'rib telefon qilyapman deganlarga 2.400.000 so'm sotilayotgan ishimni 2.200.000 so'mdan qilib beraman, xudo xolasa. 1.40 ga 2 metr razmerda bo'ladi. Xo'p. Buni ishlashlariga, baquvvatligiga, hamma yo'qiga garantiya beriladi. Ranglarini o'zingizlar uylarda aboyiga qarab, nima deydi? O'zingizlar yoqqan rangda xudo xolasa qo'ldan kelsa chiroyli qilib tayyorlab yetkazib beramiz. Mana shu O'zbekiston xalqiga bemalol mana ishlatadigan, yengil ishlaydigan spannilarimizni tavsiya qilamiz. Ham yig'ishtiriladi-da, bu kunduz yig'ishtirib qo'yasiz, kechpata spanni qilib olinaveradi. Kimga shulardan kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilsalar, xudo xolasa chiroyli tayyorlab yetkazib beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.